Men zonaga bo'lgan paytim Sevdangaga onam keladi. Sevdanga ona ko'rgani keladi-da, 3 oyga bir marta Sevdanga ko'rgani keladi. Onamni kelib, onam menga telefon yo'q, hech narsa yo'q. Onam bilan o'tgan vaqtim, onam o'rtoqlaring yaxshi chempion bo'lib ketdi, bolam. Sen ham ko'chaga bo'lsang, ana shunaqa chempion bo'lgan bo'larding degan narsalarni bergan vaqtda men onamni boshlari, tissalariga bosh qo'yib, ona, sizning o'g'lingiz inshaalloh sizga aytaman. Butun O'zbekiston emas, butun dunyo taniyotgan bo'ladi. Bu narsalarni ko'rdim degan, faqatgina afsuslangan narsam onamni ko'z yoshini to'kkanim uchun, sochlariga oq tushirganim uchun afsuslanaman. Boshqa narsaga afsuslanmayman. Endi ayib qilganman, kimdir menga gapirgan yoki kimdir meni onamni so'kkan, kimdir meni chestimga teggan, har bitta qilgan urushimga ham, har bitta qilgan narsamga ham shuning uchun qamalganman. Lekin meni orqamdan shuni bilib qo'ysingki, hamma mujik. Shuni bilib qo'yish kerak, ona qiynaladi. Faqat shu onamni qiynalganim uchun men afsuslanaman.